Hozirgi mana shu ko'rib turgan uyingizni bitta taxmin qilib ko'ringlar, nech pulga ijara berilyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar, batafsil ma'lumotlarni uy ichida berib o'taman. Qani kelinglar, uyni birgalikda ko'ramiz. Marhamat, uyimizni ko'ringlar. Uyimizga kirib kelyapmiz. Mana juda ham katta hol ekan. Holda yonida mana oshxonani ham bir katta studiyni variant qurishgan ekan. Bitta choy ham ichsangiz bo'lar ekan. Mana juda ham zo'r. Bu mana katta holda, o'ng qo'lda mana mehmonlar uchun yoki o'zingiz uchun ham mana katta bir zal qilingan ekan. Keling, bitta zalni ko'ring. Lyustralari bormi, konditsionerlari bormi, sharoitlari bor. Hammasini cho'tka-cho'tka qilib qo'ygan. Mana televizorlari juda ham yaxshi qilib qo'yilgan. Hozir siz bilan ikkinchi qavatda ham birgalikda ko'ramiz. Yuringlar. To'g'ri ikkinchi qavatni ko'rishdan oldin bitta hovlisiga ham e'tibor beramiz, chunki bu hovliga kamida 2 yo 3 ta mashina sig'ar ekan. Mana bu bitta besetka, anaqa katta gazolli joyimiz bor ekan va pastda bizani mabodo qishki va yozgi oshxonamiz ham bor ekan. Endi siz bilan ikkinchi qavatda ham ko'ramiz. Zinadan chiqayotganimizda zinani ham ajoyib chiroyli qilgan ekan. Oyotdagi spetsialniy mramordan. Qaranglar, uyimizda jami 10 sotuk. Pastda mana 2 ta xona, mana hozir ikkinchi qavatda 4 ta xona chiqamiz. Roditelskiy va mehmonlar uchun ham, bolalar uchun ham yaxshi katta uylar qilib qo'yilgan ekan. Kelinglar, birinchi ota-onalar uyidan boshlaymiz. Ota-onalar xonasini qarang. Juda ham katta, juda ham keng, hamma narsa sig'adi, hamma sharoitlari bor. Chiroyli konditsionerlari, spalnilari, hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Ana o'ng qo'limizda alohida mana bu yerda bitta ko'ringlar. Garderobimisan, garderob o'rtoqlar, bu bitta kvartirani, bir xona kvartirani o'zida. Mana bu yerda alohida katta mana sanuzelimiz bor. Jakuzilargacha qilib qo'yishgan ekan. Ota-onalar xonasidan chiqqaningizdan keyin mana alohida yana bitta hol, bu yerda dam olib, yeb, ichib o'tirib televizor ko'rsa bo'ladi. O'ng qo'lda mana bitta yana spalnimiz bor. Buni ko'pincha bolalar uchun qilib qo'yishadi, yo bo'lmasa mehmon kelsa alohida qiladi, chunki bu yerda sanuzullar ham alohida bor. Bu xonadan chiqqaningizdan keyin agar ikkita o'g'il, ikki qizingiz bo'ladigan bo'lsa, o'ng qo'lda mana yana bitta yotoqxona. Bu yotoqxonadan chiqqaningizdan keyin mana bu ham juda katta kompyuter stollarigacha sharoitlarni cho'tka qilib qo'yishgan ekan. Hozir siz bilan mansardasini bitta ko'ramiz, hamma batafsil ma'lumot yana to'liq aytib berib o'taman. Mansardasiga chiqinglar. Bunisida endi mramor emasda yog'ochdan qilishgan ekan, chunki bolalar asosan ko'chada va mansardasida futbolni pole qilib o'ynashar ekan. Bitta mansardasini ko'ring, kattaligini qarang. Chiroyli bolalar uchun kutubxona yoki sport zal yoki yana boshqa bir maydoncha qilib qo'yishgan ekan. Mabodoga shunda ham sanuzel kerak desangiz, o'tda yana bitta sanuzellari ham bor ekan. Keling, sanuzillarni bitta ko'rsatamiz. Kir mashinalarigacha bor, sanuzellar bor, hamma sharoitlari bor. O'rtoqlar, bu uchastka, katta uchastkamiz. Shinam chiroyli. 6-7 kvartaldan o'tganingizdan keyin Hasanboy deydi. Hasanboy yo'l yuzi joylashgan. Jami 10 sotuk, 7 ta xona. Endi mana sizga aytganim narxi 2,5 mingdan 2000, даже 2000 da agar katta predoplata qilsangiz 1,5 ming dollarga berishga tayyor egalari. Sababi katta predoplata ovora bo'lish kerak emas, yaxshi egalariga berishmoqchi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldirganman. Ma'lumotlar uchun bemalol telefon qilsanglar, joyi o'zim sizga ko'rsataman.